Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, opalar. Xudo xolisa biz nafaqat uyga, mana hozir maktab polni derazalarni olganmiz qo'yishga. 170 ga 170 padagonliklari bilan qo'ydik. Hali ochiq, ruchka yana pastga qaraydi. Mana xudo xolisa polnosti bitta maktab obyekt qilib olganmiz. Xudo xolisa qo'yib chiqamiz inshaalloh. Mana derazalarimiz xudo xolisa har bitta xonadonlarga Alloh nasib qilsa xudo xolisa mana polni 3 2 qavat oyni razmer keladigan bo'lsak 170 ga 170 lik padagonligi bilan 950 ming so'm, stolovkasi bilan 1 million so'mga bitirib beramiz. Har bitta deraza. Mana maktab inshaalloh xudo xolisa ko'rayotganlar bor ekan. Faqat ko'rib emas, like podpiska qo'yib qo'yish obязательно esinglardan chiqmasin. Shunaqa akfiy deraza izlab yurgan do'st birodarlarga uzatib qo'yasizlar degan umiddaman. Bitta like bosib qo'yasizlar ishimizga. Xudo xolisa hozir tashqaridan ham bitta qop obzorni qilib tashlab qo'yamiz. Xudo xolisa ishimiz yoqqan bo'lsa bittalardan like bosib qo'yasizlar. Xudo xolisa.